Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Jalaso'z tumani Oxunboboyev Mofiya yordamchi agentiman. Bugun Hojiboyeva Bashoratxon opaning xonadoniga kirdik. Hojiboyeva Bashoratxon opa oilaviy tadbirkorlikdan 10 million tikish bichish yo'nalishiga 10 million kredit olgan. Ushbu fuqaromiz hozir tikish bichish ishlari bilan shug'ullanyapti. Oilaviy daromadlaringiz yaxshimi? Xudo xohlasa oila daromadim yaxshi. Chegarachilik yo'nalishi bo'yicha umrni ko'paytirmayman. Endi xudo xohlasa oilaviy daromadim 45 ming yetadi. Endi shuni yana ham ko'paytirish uchun qo'shimchalik qilib oila daromadimdan kelishman. Oilamga qo'shimcha yana ham qo'shimcha qilib ishlarni bunaqa tadbirkorlikni kengaytirish uchun anaqa qilaman. Shunga qo'shimcha qilib ko'p to'shayapman. Xalqqa foydam bo'lsin deb undan keyin tijorat tovarlari bo'yicha tijoratchi qilyapman. Endi oilam xudo xohlasa daromadi yaxshi. Bundan keyin ham oilam uchun harakat qilib shu nima qilaman.